Davom etamiz. Bugungi kunda O'zbekiston Davlat filarmoniyasi tasarrufida 40 dan ortiq badiiy va ijodiy jamoalar faoliyat yuritib kelmoqda. Ular safida Lazgi ansambli ko'p yillik tarix va o'z maktabiga ega ijodiy jamoa ekanligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Kuni kecha ansambl o'zining qayta tashkil etilganiga 10 yil to'lgani munosabati bilan navbatdagi hisobot konsertini taqdim etdi. Lazgi inson ruhiyatiga ajib bir titroq soluvchi Xorazm musiqa maktabining eng go'zal va butun dunyoda tobora mashhur bo'lib borayotgan raqs yo'nalishi. Konsert aynan shu nom ostida qariyb 10 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan musiqa va raqs ansambli faoliyatiga bag'ishlangani bois ham Xorazmning eng sara kuy va qo'shiqlari go'zal raqs kompozitsiyalari asosida namoyish etildi. Lazgi ansambli dunyo bo'yicha bitta va bitta bo'lib qoladi. Lazgilari bilan, Surnoy lazgilari bilan juda ham mashhur dunyo bo'yicha. O'shaning uchun bu bizlar uchun faxr, biz juda ham qattiq faxrlanamiz. Raqslar orqali O'zbekistonning boy madaniy merosi, xalq an'analari va zamonaviy san'at ifodalari mujassam etilgani tahsinga sazovordir. Ansambl badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirovning bizga ma'lumot taqdim etishicha, bu yilning o'zida jamoa 15 dan ziyod xorijiy davlatlarga gastrol safarlarini amalga oshirgan. O'zbek san'atini yaxshi ko'radigan butun dunyodagi barcha davlatlarga borib namoyish qilishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yaqinda mana Angliya safari ham bo'lishi kerak edi. Ba'zi sabablarga ko'ra sal kechikdi. Xudo xolasa biz kundan kunga mana shu dunyo sahnalariga chiqib borayotganimizdan ilhomlanib, bu albatta bizni ijodimizga ham juda kuchli bir turtki, juda kuchli bir ta'sir qilyapti. Musiqiy oqshom Xorazmning sho'x qo'shiqlariga maftun qalblarni yana bir bor to'lqinlantirdi. Qalbimizda katta faxr bor, chunki ustozlarimizning shunaqa bir zabardast ustozlarimiz bor. Komiljon Niyozov, Otajon Xudoshkurov, Rahmatjon Qurbonov, Ortiq Otajonov mana. Qolaversa mana Lazgi ansamblining bugun konserti, Lazgi ansamblining rahbari men ustozim Og'abek Sobirov ustozim borlar. Shuning uchun biz albatta shularga mos, xos bo'lib yurishga harakat qilamiz va bu shunaqa bo'lib yurishimiz shart deb o'ylayman. Ya'ni faxrlanamiz albatta. Lazgi ansamblining sahnadagi har bir qadami xalq e'tirofi bilan qarshi olindi. Bu esa erta-yu kech tinimsiz amalga oshirilgan mehnatga muxlislarning chin bahosi aslida. Nigora Elmurodova, Oybek Mahkamov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.